Добрый день, Района. Да. Как ваше дела? Все хорошо у вас? Нормально, спасибо, сами как? Спасибо. Так, совсем недавно вы закончили курс дизайна интерьера в нашей школе, и я слышу, что вы уже взяли даже свой первый проект. Собственно, поэтому мы вас позвали взять у вас небольшой отзыв об обучении. И первый вопрос мой будет, почему вы выбрали курс дизайна интерьера и какие у вас были от него ожидания? Men o'zim yoshligimdan juda ham chizishga qiziqqanman. Shu sababli nimadan boshlashni bilmaganman. Va sizlarni Instagramda ko'rib qolganimdan keyin menga bu soha juda ham qiziqish uyg'otish boshladi. Va men keldim. Men o'ylagandim, kurs davomida men noldan o'zim proyekt qila olaman, o'zim noldan o'zimni vizualizatsiyamni yarata olaman deb o'ylagandim va kutganimdan-da yaxshi natija oldim. Dizayn dizayn sohasida har bitta olingan bilim bir-biri bilan bog'lanib ketadi. Shu sababli men o'ylayman, kurs davomida o'rgangan har bitta narsam hozirgi kunda ishlayotgan bo'lsa, men uchun kerak bo'lyapti. O'shanga dizayn bu sohaga kirib kelayotgan, bu sohada o'qimoqchi bo'lganlarga men tavsiya qilardimki, har bitta o'rgangan narsaligini yaxshi eslab qolishsin va tez-tez qaytarishni tavsiya qilgan bo'lardim. Biz birinchi bo'lib AutoCAD programmasini o'tdik. U yerda chizmalarni qildik. U chizmani qilishimizdan oldin biz zamirga chiqib o'lchamlarni olib keldik kvartirani va undan so'ng 3D Max AutoCADdagi chizmalarni tugatganimizdan keyin 3D Max programmasiga o'tdik. U yerda to'liq vizualizatsiyani qilishni boshladik. Vizualizatsiya qilganimizda klientga remontdan oldingi holatni yaratishni boshladik biz vizualizatsiya qilib. Boshida to'g'risini aytsam baribir qiyin bo'ldi, chunki men o'zim oldin kompyuterda umuman ishlamaganman. Shu sababli men uchun qanaqadir ozgina qiyin bo'ldi. Lekin men spikerim Karina bo'lganlar va Karinaning yordamlari bilan nima tushunmaganimizni har doim so'rab, o'zim ham harakat qilganim uchun men hozirgi kunda bu sohada yaxshi bemalol ishlayapman. 3 oy davomida men kerakli bilimlarni oldim. Imni interyer dizayneri uchun kerak bo'ladigan bilimlarni keraklicha oldim. Va men uchun ta'lim sifati juda ham yoqdi. Bu kursda nafaqat bu soha uchun kerak bo'ladigan programmalar, AutoCAD, 3D Max'dagi ularning faqatgina funksiyalarini emas, balki bu sohaga biz uchun asosiy kerak bo'ladigan eng juda ham muhim kerak bo'ladigan narsalarni o'rgandik. Va men o'ylaymanki, 3 oy davomida men bemalol o'zim dizayner bo'lib chiqishim uchun menga bu kursdagi bilimlar yetarlicha bo'ldi. Meni birinchi klientlarim bu meni tanishlarimdan tushdi, chunki ular bilishgandi men shu kursda o'qiyotganimni, sohada bilim olayotganimni va ular meni Instagramimda ham ko'rishgan. Men kursda o'qiyotgan davomida уже Instagram akkaunt ochib, uni yurg'izishni boshladim. Qilgan shu kurs davomida qilgan proyektlarimni qo'yishni boshladim va undan keyin baribir klientga ishonch kerak. Ular meni proyektlarimni ko'rgandan keyin menga yozishdi, so'rashdi. Zakazni oldim, qabul qildim. Qo'rqmasdan. Круто. Если не секрет, на какую сумму был заказ? $1000. $1 000. 360 квадрат, ну? Да. Окей. Ну, для начинающего, думаю, нормально, но... Это шикарно для начинающего. Да? Конечно. Да, конечно. Okey, ладно. Bu proyektim qiyinchiliklardan bittasi, bu men bittada birinchi proyektim katta masshtabli proyekt olib qo'yganim bo'ldi. Hozirgi dizaynerlarga, начинающий dizaynerlarga maslahatim shuki, birinchi bo'lib o'qitib oshirib olish uchun kichkina kvartiralardan boshlagan yaxshi deb o'ylayman. Va klientim neoklassikal va klassitsizm stilini tanlaganim uchun ham bu stilda ko'p detallar bo'lgan hisobiga bu stil ozgina qiyinroq, chem minimalizm stillariga qaraganda. Lekin men uddaladim. Men kurs tugatdim va men hozirgi kunda rejalashtiryapman studiyada, kompaniyada ishlashim. Ko'p insonlar bilan ishlashi, chunki o'qish kerak bu soha uchun. Freelansda bu ответственность katta, hamma narsa o'zingizga olasiz. O'shaning uchun men hozirgi kunda birinchi bo'lib studiyada o'qitimni oshirib olib, keyin freelansda ishlamoqchiman va kelajakda o'zim studiyamni ochish niyatim ham bor. Bu kursga endi kelgan o'quvchilarga nimani tavsiya qilgan bo'lardim? Birinchi o'rinda umuman taslim bo'lmasliklarini, chunki ko'p o'quvchilarni kuzataman. Kelishadi, bir oy o'qib, keyin ketib qolishadi. Unaqa bo'lishi kerak emas. Agar siz rostdan shu sohani egallamoqchi bo'lsangiz, bu sohada yaxshi ishlashingiz uchun bu vaqt talab qiladi. Shuning uchun birinchi o'rinda sabr qilib va spikerlarga ishongan holda yaxshilab o'tilayotgan darslarni ko'proq qaytarishlarini tavsiya qilgan bo'lardim.